tadbirkorlar, yani bo'lgan tadbirkorlar, men yangi bo'lsa filial agar bank boshqa shu egamlar hamdamlar. Biz shu bankimizdan bir oyda 3 marta tadbirkorlar bilan uchrashuvlarni, hozir oktyabrning birinchi uchrashuvi, shuna prezidentimiz mahallaga tushib, mahalla agenti, mahalla bankiri, shu mahalla bo'yicha ish yo'nalish bo'yicha shu tavsiyalar berdi, shu bo'yicha ishlab turibmiz. Biz bankimizga 9 mahalla biriktirgan, shu 9 mahallada tadbirkorlik qilish istagida yurgan, shu tadbir qilaman yurgan shu tadbirkorlar bo'lsa, bemalol shu bizning kredit paketlarni asosan shu tadbirkorlik bo'yicha 17 million mo'ljali, 50 million mo'ljali, 300 million mo'ljali, 100 million, 300 million mo'ljali. Bu yerda shu ko'p mijozlar bir yil o'tkazib, shunda ko'p muammo chiqqanda, shuni bankimiz shunday qilgan, naqd pul beramiz biz. 17 million to'g'ri naqd pul, plastik karta o'tkazib beramiz, 17 million mo'ljali, 50 million mo'ljali, 100 million, 300 million mo'ljali u o'tkazib beramiz. Tadbirkorlik qilamiz. Lekin bizim asosiy maqsadimiz ish yaratish. Shu tadbirkor qilib, shu ish bilan ta'minlash, ish mo'ljali bo'lib turibdi. Mana shu 9 mahallaga 9 agent, 2 ta mahalla bankiri, shu tadbirkorlarni bankga kelib, shu o'zida mahalla o'zida shu muammolarga mana yechim qo'ldan kelgancha yechib berish, shuni ko'zlab mahalla agenti, mahalla bankiri tashrif topdi. Shu böyle faqat bu mahalla emas, bank bilan ishlash bo'lib turibdi. Shu bank bilan savollar bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob beramiz. Marhamat, o'zingiz tanishtirib. Men Hajibazarov Farruh, 50 millionlik kredit kerak. 50 million. Qaysi mahallada? Navruz. Navruz mahalla bo'lsa, bizga agrobankka biriktirilgan mahalla. 50 million so'm nima ish qilasiz? 50 millionlik mal olib baqsa. Hech masalasi yo'q. 50 million mo'ljali to'g'ri shu hozir hujjatlarni qo'yamiz. 50 million plastik hisob beramiz. Rahmat. Başka savollar yo'qmi? Size katta rahmat. Şöyle doğru savolga kelaverasizlar. Yaxshi.